Qandaq bo'lib tuyuqsizlik qo'riqqa qiziqib qoldim. Apamni ko'rishga aldirayotiman. Tunaygan oqshom apamga buyurmatlik qilib qo'ydim. O'zim berib kechirim so'ramasam bakmi qilinib ketyapman. Apam u yerda uzun turmaydi. Bir necha kun saqlayamamsan? Andin qo'riqni ko'rish orzuyim bor. U yerdan ketganimga xili yillar bo'ldi. Dada, bizning mal dunyoyimizmi shu yerda-ku. Kelgusida u yerni mening boshqarishim to'g'ri kelamdi dedi. Shunga u yerni ko'rib kelishga aldirayotiman. Planingni shuncha tez o'zgartganingga qarab ishongim kelmayotdi. Hayron bo'ladiganim ajab tuyuqsizlar mol mulkimizga qiziqib qapsan-ku. Meni bakmi yomon chaqlayotgansiz dada. Qo'riqqa berishga oldirganingdan qaraganda maslahatchining qizning qasddan o'zingni qochirmoqchi o'dayman. Yo'q, qasam ichib beray. Gaping rost bo'lsa xo'sh bo'lardi. Men qo'riqdan yenib kelganman. O qiz bilan ko'rishni o'rinlashtirsangizmi bo'ladi? Mening hozirgi eng chong orzuyim opam bilan ko'rishish, uningdan kechirim so'rash. Basam maylimi? Rost shunday o'ylagan bo'lsang, qachonroq mangsan? At degan dilim aytaymi. Meningcha mush vaqt eng muvaffaq. Nemish hayron qolsiz? Grafning o'g'li qaytib kelgilataqa bir necha kun bo'pti-kan. Men shuni o'ylab qoldim, dada. Uning uyga tamoqqimi kelamigidek, qanday muhim ishi bor bo'g'aydi? Kech tamoq muqaddas tursidanga. Butun oilasi jam bo'lgan chaqda u. Meningcha, sizlar quruq-paraz qilyapsizlar. Xalqning ishiga biz bir nima deyamaymiz-da. Lensio, rostlik grafning deganidek, shuncha oliy janobmidi? Qandaq, mening bangsimni ko'rdingmi? Endi o boshqa qullar bilan birga ekinzorlikqa bordigansa? Men ekinzorlikda ishlamayman degan gapni qilib boqmadim. Og'zingni yum. Sendan men dedingmi, demedingmi deb so'rayotganim yo'q. Ekinzorlikqa berib ishlaymiz yo'q deyapman. Hozir borsan. Atmam. Ola. Izora. Qo'riq kelsam, ko'nglim ko'tarilib qoladi. Men mushundaq piya kelsam, to'liq rahatlanib ketaman. Bir necha hafta kelmaganga bu yer o'zgarib ketgandekli ko'rinadi. Siz birdam aramaylang. Antin ishlar bo'z topshirasiz. Uyni pok tozlamabdi. Shuncha tozlasimi to'p qo'nib ketadigan o'tam. Qullarni qanot ostiga eptirsa, bu uyning havosi shaharnikidan ming yaxshi. Rost esa Izora. Men ba'zida bu yerdan ketmasam deb o'ylab ketaman. Endi birdam aramalaylik. Qaysi uy turay deyapsiz? Xonanam qo'shilsa, burunqi hujramda turaymikin? Menga yaqinroq tursangmikin deb edim. Agar shunda xiyoling bo'lsa, bo'pti turavergin. Rahmat sizga. Men yordamni shet. Bu zangi qullarni burunqidimi bakrak ishiltish kerak.
Xanım Yengili şəhərdən gəldi. Demək, qıraq cənabları pat ardı bir geçib gelirdi. Bu zəngi qol, yürükün çoğlap gitip de ya senin. Zahidi çidigijligim kalmadı. Kim seni qolağındaki işini toxtat dedi? Ben tek könemedim, çidiyamadım, usab öyle dedim. Başqalar qaçan su içse sen mi şu ocaqda içsen? Bek usab kettim begim. Ma zəngi qolun qolu koy silip, yani bir neç gün aç koy. Usab Benim boyruğumu karşı durandı yok, keni kör bakay. bir yudum su içilay, bir yudum. Vah! Ben günah kılmadım. Tılın tat. Men bu ailenin inak ötüşünü şunca arzu kılattım. Yani Arya. Endi oylasam mümkün emesken. Qıraq mı, Begzadı mı? Hey, tazı qamlaşmagan nimelerdə bu? Şu emes mi? Ulanın nəzirdi İstir xanım. Ne xudun emes, ne ana. Lekin xanım bək esli ayal qızım. Begzad qaytıb kelgenden keyin go qraf sırtqı köp çıxmaydigan bo'lib qaldı. Onu bir deme. Qraf talaq qatırmay, öydə xanım həmrə olub oturuşumu 2 günlük iş. Öygü mehman çaqırılıp qalsa xanım şunda xoş boп ketidi. Mehman çaqırışığı rast, xoş buluşun atayın. Arzuluq oğlunu günadın tosap qalamammikin dep şunda qılıdı. Əvliyadək bu ayalını faqat səllik köңlünü götürüb qəmdən xalas qılalaysan qızım. Əmdi qoruqdiki günləri köngüllügürək ötə. İkimiz onun ailesinin inaq köngüllük buluş üçün dua tilavet qıp durayıq. Buludu qızım. Onunğa mən dua qıp duray. Maňa bir neçe gün teş turmuş keçirgile nisip qılgandek. Xananamğa xoşallyk ata qılıp, oğlunu onunğa vafadar qılğaysan. Leonsiyo Begzadyny toğru yolga başlagaysan. Bizni mängü hatırjap qılğaysan. Kiren. Novada Təngri mening tilavetlerimni anlagan bolsa, xanımның köňlüdäki gamlary çoqum kötürilip ketidi. Men bu xananam üçün dua tilavet qıvatatdım. Toğru qıpsa qızım, özüňniňmi bəxtini tilegin. Im üçün yani Arya. Leonsiyo yaxşı adam emas, o alvastynyň özü. Bilmedim, nimiş qundaq oylaysiz Kintan? Leonsiyo Begzad şəhərdə, biz bir yer tursaq, nimiş ki meni onunğa bağlaysız? Məndən bir işini yoşurup atmaydıgansa qızım. Sizden yoşurğudaki hiç nərsəm yox. Mən seningdən ənsirəpli jürüymən. Leonsiyo degan bir nima Yevropadın kəmisi bulatdı. Uya alvastylar turduğayya. Sen çoqum bəxtlik bolusan qızım. Sana yaxşı niyetli jigit uçuraydı. Təngri bizni panaydı saxlaydı izora. Sen çoqum seni bəxtli qılıdığan adamga uçuraysan qızım. Təngri sana yaxşı niyetlik adamni uçurtudu. Rast esilmeyken. Bu bizning qo'riqning o'zida echitilgan. Paytaxtda eşitligini hatta import qilinganlarımı bunchalik esilemez. Yurtimizda esilmaslar ko'p. Gap bizning unadan foydalanishimizda. Rast, anlasam Yevropada ma'lum fasllarli meyve buldu ekan. Tayis. Bu yani klimati bek yaxshi. Bu yerda qish bo'lmaydi. Bundaq ya yeshiyat yo'q. Qish bo'lmaydi deganing nimasi? Bu yerda 7-oydim sovuq bo'ldi-ku. Boshqa davlatlar selishtirganda, qarang bizning bu yerda qish bo'lmaydi desakmi bo'ladi. Apa, Tobias qar yağadigan sovuq qishinda otidi. Qarni desang bizda qar yağmaydi. Yevropadagi nurg'un davlatlarda fasllarning farqi intayin cho'ng bo'ladi. Men fransuzchadan tarjim qilingan bir kitobni o'qigan. Onun bir ayolning to'nglab o'lganligini yozibdi ekan. Biroq bizning bu yerda 7-oydimi odam to'nglab qolmaydi. Rost deysi. Soğuq qattiq bo'lgan davlatlarda fasllarning farqi shuncha aniq bo'ladi. U yerlarda bizga o'xshash terixchilik qiladiganlar qishliq oziqini yozib tepib oladi. Chunki u yerda qishda hech nima unmaydi. Daraxtlarmi yalang'ochlab qoladi. Yer to'nglab ketib ketadi. Hech nimadan g'usulag'li bo'lmaydi. Sen shundoq degan sira u yerlarga bag'im kelyotidi. Bu yerga bag'ing kelyapti qizim. Bu yerning turmushi bu yernikidan ko'p yaxshidir. Bu yer san o'xshash yoshlar yashaydigan joy emas. Biz mishada tug'ildik, mishada cho'ng bo'ldik. Nima degan baxt. Bo'libmisan, Tobias. Dadangning ishiga varislik qilaman deb o'qishingdimi qolding? Dadang bo'lgan bo'lsa, qanchalik suyunib ketadi? Qo'riqni obdan boshqarish mening burchim, ammo bu aytmoq oson. Apam to'g'ri aytdi.
Sen köp ajr qilib Bo'ldi. Nimalarni deb ketdik? Men yezni yaxshi ko'raman. Mayli poytaxtda yoki dunyoning boshqa joylari bo'lsin, ishiya bizning bu yerga yetmaydi. Kechiring Begzode. Kerak yo'q Megil. Apo qiling, gapinglarni bilib etdim. Biz tamoqni yeb bo'lib, anchikin paranglashib o'ltagan. Jiddiy ishmidi? Topshirig'ingiz bo'yicha atgan shahar kirmoqchi edim. Yana bir nimalar lozimmikin? So'rab baqay deb kirishim. Nihoyat yaxshi qilibsan. Biz yana biroz narsalarni oldirmoqchi edik. O narsalarni tizimga yozib qo'ygan. Yura, mehmonxonada paranglashaylik. Ma'qul. Xato demagandimi? Kechdim aramchilik yo'q. Bu xizmat emas, opa. Bu yer soning ikkinglar yashaydigan joy emas. Yura, mehmonxonaga chiqaylik. Kechiringlar. Xanana, sirtqa chiqib kirsam menda ranjimasiz. Tala sovuq emasmi? Yo'q, tex shundaq chiroyli. Chiqqin vas chiqavergin, Izora. Men qo'jador Megil apandini izlaydim. U yilmi o'sha uyda turamdi. Uyini bilamsiz? Uning boyi uydan chiqayotganini ko'rgandim. Hozir Begzodening uyidamikin? Rahmat. Tezroq bo'linglar. Grafçılar yaxshimisiz? Emilimni atab faqirma. Bo'lmasa, bu yerdagilar graf kep to'dab qoladi. Kechiring, apo qiling. Bugun oqshom Begzode kelmadi. U kelmaydi. U mening kutkunimning aksi odam bo'ldi. Menga topshirgan bir vazifangiz bormi? Mana bu kartoshkani qizil ko'ngaklik ov qizga olib berib berib, mening xususiy gaplarim borligini aytdi. Xo'p, hozir aytib beray. Marhamat. Meni izdamsiz, janob. Men Lyonsonning dalsoliman. Ruxsatmi? Marhamat. Siz bilan bir ish to'g'riliq jiddiy so'zlashmoqchi edim. Siz kim? Ular neymiş sizlarni qiynaydi? Sizmidiniz? Ah ko'ngil momay, yanvar ya. Biraz ko'rib qolmaganda. Yo'q apandim, bir dedekli ko'di. Sizning mashhadligingizni shu deb berdi. Qani gap qiling. Siz bu yerga hech kimsiz xiyolimdan ketmaydigan heyliq ishni kelib keldingizmi? Topdingiz, umi keldi. Izora bugun tushdan burun Santa Cruz quruqiga keldi. Qani menga bir deb bering. Izora qandaqroq? Bağansır güzellişib ketyapti. Yaxshi turayotganda. Ester xonim uni elimi yaxshi ko'ramdi. Elimi yaxshi ko'rdi. Xonim Izorani o'z qizidakli yaxshi ko'rdi.
yolg'iz heliqi grafla Graf qandaq? Bu gapchi o Izoraning xarlaydigan o'xshamamdi. hozircha undaq emas. Ester xonimmi unuga yo'l qo'ymaydi. Amisi nima gap? Graf Ester xonimga o'xshamaydi, Migil apandi. Izora bilamdi deganda sizga essam Izora bilmaydi. U faqat grafning o'zini yoqtirmaydiganligini biladi. Xumpar. Haras uning o'g'li Yevropadan qaytib keldi. O boshqacharak odam bo'lganda, dadisiga tatmaganda. U natayin. Meningcha u eski. Bilamsiz, u qaytib keluvdi. Graf Izorani o'zlari bilan bir dasturxonda tamoq yeyishga ruxsat qilmadi. Bechora qizim. Qanchalik har olganda? U pisamni qilib qo'ymadi. O'zini bilib yuraverdi. Har holda yaxshi ish emas-da u. Uningdan bir eg'iz ranjigan gap anglamadim, apandim. Uni bakmi ko'gim batdi. Bir fursat tepib, Izorani men bir ko'stalasizmi? Yiroqdan bo'lsin mayli etdi. Men bir amal qilib baqay, Migil apandim, ha? Uni bir ko'rib olsam, arminim yo'qdi. Ular nemishki sizga bundaq qildi? Nemishki sizni bundaq rahimsiz jazolaydi? Xanimsiz poytaxtda graf janoblarning uyi turganmi? Buni nereden bildiniz? Sizni shu yerda oshxonada ko'rgan. Graf janoblari yaqinda qul bozoridan setib olgan qul sizmi? Shundoq. Nimancha ichinishlik ahvolga tushib qoldingiz? Mundaq jazolangandek nima jinoyat o'tkazgandingiz? Siz yaxshi qizdek ko'rinasiz. Sababini aytgan bilan baribir ishonmaysiz xonim. Meni xonim demang, men bir qul. Siz bilan boshqa qullarga o'xshashlar. Faqat o'ngimni o'xshamaydi. Oshpaz ayol menga deb bergan. Men anglab hayron qolgan, zotli ishongim kelmagan. Ayting, mundaq jazolangandek nima ish qilgandingiz? Nima ish qo'lingizga qo'yib selishdi? Siz g'o'jdarim tunamsiz. Fransiskoni? Birinchi qitim ko'rishganda uningga yoqmadi. Men burun etizda dehqonchilik qilib boqmagan, sapda degidek uyning ishlarini qilib kelgan. Burun xo'jayinim sunmagan chig'ida biz qullarga bek yaxshi. U texi bizning bir nechalarni ozod qilib o'tgan. Xo'jayinimning yaxshiligidan men texi savodimni chiqarib olgan. Fransisko sizni ikinzorlikda ishladi, shundaqmi? Shundoq. Siz unimidingiz? Unimagan gap emas. Unimagan nima etdim ma deysiz? Kichikgina bir ishni deb qo'limni qo'yib qo'ydi. Demlish vaqtigacha ustab ketib, suv ichmoqchi bo'lib edim. U buni men qarshi chiqding dedi. Bek zolim nima ekan? Men Fransiskoni taniyman. Meni osh qo'yganmi shu zolim? Qo'rqib ketdimi? Shundoq. Shu yerda bir necha kun turmoqchi. Amisi meni nima deb izlab keldingiz? Anglasam, Lyonso qaytib kelgandan keyin sizga qiziq qotdik. Balkim shundoq. Men bundaq do'stlikqa qarshi emas. Yoshlar albatta o'ynab kulishga haqliq. Yoshlarlar haqliqmi? Qaraganda siz men o'ylagandimi bakrak aqlliq o'xshaysiz. Men sizga nima qilib beray? Sizga gapning rostini aytsam, uning ishirbek ochig'imni keltirib o'tdi. Shundaqmi? U topdan chiqib ketibdi. Hech o'ngshildigandek emas. Ya turmushni bir izg'a salay demaydi. Uni ko'ndirish uchun uning nima ish qilayotganligini besh qo'ldek bilib turishim zarur. Uning nima ish qilayotganligini men nerdan bilay? Meningcha bu oltinning sizga zini yo'q-ku deyman. Sap oltinchimi? Qo'liga ko'yza sapdimi? Bu inson qalbidan chiqqanlik. Ba'zilar qullarga azrahmi-rahim qilmaydi. Fransisko'ga odam emas bir nima. Uningdek odamlar oz emas. Oq ko'ngil, samimiy odamlar hargiz g'o'jador bo'lmaydi. Lekin men oq ko'ngil bir g'o'jadorini taniyman. Mingdan biri shundaqdi. Ester xonimga deb uni qutqizib olsangmi bo'pti ekan.
Şundaq qılay. Xanım qoşulsa könglimdikidek iş bolatdy. Xat savadı ba adammo başqa qullağı oxşaş etizdi işlemdi. Etiz işləydiganlarmı savatlıq boluş gerek. Qoyan yeri, o paskin arvalağı nemi kepdi? Ular şarait yok. Şundaq paskını жүрüşüdü. Şundaq mı? Belkim şundaqdı. Adamның zərdisini qaynatıdığan iş. Yalğız beçar Andres'te emas. Biz qullarning hammamizning ahvolimiz adamның g'azabini keltirdi. Nima uchun ayrim odamlar boshqalarni qul qiladi? Bu rangining o'xshamaganligidimi? Shundaqmiki desak, tarixda aqtalliklarning qul qilganligini yozibdi. Voy anam-ey. Qulluq tizimidan hamma odam bezor. Men ba'zi odamlarning bu tizimni yo'qotish uchun kurash qilganligini anglagan. Graf gazet ko'rsatmagachga bu haqda bildiganlarim bakmi oz. Shundaqdimi ba'zi o'g'irlikchi gazet o'qib, ayrim odamlarning qullarni ozod qilish uchun kurash qilayotganligini uqdim. Belkim şundaqdı qizim. Ammo men mangu ozod bo'lanmayman. Bilemsiz, ozdili ish qilib, bundaq adolatsiz, vahshiy, qabih qulluq tizimini yo'qotishga kuch qo'shsam deyman. Biroq o'zimni ozod qilishga qurbim yetmaydi. Shundaqdimi Andresdek bechoralarga bir amal qilib yordam qilishim kerak. Andres? Ha. Uni graf janoblari o'tgan oyda qul bozoridan setib olgan. Esimga keldi. U yaxshi odamdek qiladi. Uning ustiga uning xat savodim bor deb angladim xonana. Voy bechora. Uni uy ishlariga solsaq muvofiqmikin deyman. To'g'ri deding. U mo'may kim bo'ladi? Meni bir tanishim. Ha, burundan ko'rmaganman. O Santa Claus qo'rig'ining odami. Ha, Uni meni izlab kelganligini hech kimga aytma. ha, xotirjam bo'ling. Megil, dal vaqtida kelding. Shaharga hozirlamoqsan? Hozirlamoqchi. Yaxshi. Mana bu mal tizimligi. Tamakini unutib qopti ekan, yezib qo'ydim. Angelinikini ol. Xo'p, xo'jam. Onun kimligini mana men bilmem. Onun öňe ak boğaç, şunda yoğançılık qıp yürüydü. Əməliyyatki bizge oxşaşla. Ondaq demə Roza. Umu didek ko. Hanım yaxşı gördü dep. Xəxni köz qılmay yürüydü texi. Ona yoğançılığı yoxta qılıdı, o tolun mulayım o. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz Izora, yaxshimsiz. Qandaq? Sizlarga bir narsa lozimmi? Rahmat sizga, lozim emas. Qara onun onuqlığını. Onuqlığı kursun. Köydüm ana hocayına kerilip ketkinni. Sen onun tarlıqılda oxşamamsan. Bu bir nimeni hamını bir gün domili basıdı. Sen uqamapsan Francisco. Almeda Andresni çoqum öy işığı dep setip algan. Ona ait qavul. Yaramlıq əmgək küçü. Emgekке onundu mu qavulunu tapalaysan? Öy işığı şunca köp qul lazımma, Ester xanım? Elbette. Bomuz senden o yaşını sorap, nemi qılattım? Mandaqdan. Mən başqalarga ibrat qilish üçün onu cezalagan. Kimki men qarşı çıqdı ekan, onun yol yo'q. Men senin işini qanda qılıp atqanını əzəlini sürüştürmegen. Qoruqni qanda başqarıb atqanlığını bilmeymen. Belişki vaqtim yo'q. Men sana faqat oş yaşını mişek evet davatımen. Qancha tez olsa, şuncha yaxshi. Bu ölmegen qeri yana bir qulni qanat osti qoldi. Maşındaq ketiversa mening gepim o'tamdi. Men qo'rqni bakmi seg'indim, apa. Albatta sizni seg'indim. Men bu yerda bir mezgil turman. Bu yerda qildigan nurg'un ishlarim bor.
Şuncha yo'lni besib kepmi? Ruhin ko'taran ko'rindi. Charchagansa. Bək charchadim. Dam olay desang birsin buyruy. Hojrangni ratlab qo'ysin. Yo'q, hozircha dam olmayman, apa. Avval sizdan kechirim so'rab olay. Mendan demsa. Yeliq kuni o'zimni tutib olmay sizga qo'pollik qilib soldim. O'zim uxmay qoldim. Meni kechirishingizni chin dilimdan so'rayman. Endi sizga ikkinchi gap yondirmayman. Jinim balam. Qizim, sen Leonsiyoni shuncha uzun yo'lni besib, opsidan kechirim so'rg'ili keldi deb o'ylamsan. Men bu boshqalarning yaxshi tarafini ko'rsam deyman. Meningcha bir odamning ifodasi uning yaxshi niyatidan keladi. Men undaq o'ylamayman. Sizningcha uning ushtum tutqoriqi kelishida boshqa bir maqsadi bormidi? Sening-o mendek bir qora xotin qarg'andı biladigining ko'p. Nima demoqchi ekanligingizni tushunmadim. Tushunisan, obdan tushunisan. Bag'zodidan nimanchi qo'rqsiz? Mushu yoshga kelgicha jiq ishlarni ko'rdim, qizim. Bu ishning mening o'tmishim, dunyoga kelishim bilan munosabat bormi-ya? O'tmishing to'g'risida bildiganlarimning hammasini so'zlab berdim. Hammani so'zlab bermadingizmi deyman? Ha, sen hammani so'zlab bermagan demanmi? So'zlab bergan. Men Mo'g'uli Onsiyodan bezor. Sen o'zingni qo'g'diy olaysan, qizim. Biror ish bo'lib qolg'idek bo'lsa, Esir xonimga ayt. Beshinga kun tushsa, u qarab turmaydi. O'zimni deb bechora xonanamni parokanda qilg'im kelmaydi. Bu yana ovozi odamni hijobni ezib etadigan. Bu havodni emas balam. Yo'lda kechirib ketgansa. Rost aytsiz. Hojrangni raslab qo'ygan. Kirib uxlab. Ma'qul. Men hozir qildigan birinchi ishim uxlash deb o'ylab edim. Sizga ko'p rahmat. Rahmatingizni xonanamga aytdim. Xonimiq siz degansiz. Ester xonim bak obdan. Sizning konu xo'jayiningizga o'xshash degilim bo'ladi. Shundaqligiga ishinaman. Men bek ig'ir kunlarni ko'rdim. U yomon kunlarni unutib ketdim. Xuddi bir qabohatli tush ko'rgandek. Rost aytsiz. Bundan keyin texim yaxshi tushlarni ko'raman. Chiroyli xo'p tipsan-ku. Begimlar uyda ishlaydigan qullarni yaxshiroq kiyindirib qo'ydi. Boshqalarga o'zini obdan ko'rsatish uchun shunday qilish kerak. Kiyimlaring toza yarashibdi. Uyda ishlagan biroz yaxshi ekan, Roza. Eliq mutamlardan qutulib qoladi ekanman. Sen texchi menga rahmat aytmading. Bu nima degani? Menga tomoq olib berganingga ko'p qitim rahmat aytdim-ku. U ish qilmayman. Emischu. Bilamsa. Men seni yenimda tursin deb Franskoga yilinib yurib. Nashaga kelib oldim. Senmi? Albatta men. Men bo'lmay kim bo'ladi? Men qara Roza. Sen burung'idek samimiy bo'lmay qolsan. Men rostli odamlarni hurmatlayman. Andres! Hey, to'xta. Isming nima? Roza.
Izorani tanamsan? Tanıyman boyvatchi. Men uni topolmayotgan. Nerligini bilamsan? Keşkçilar aylab yürüydigan o dedekning nerligini kim bilib? Bilamsa, bilmamsa. Bay onun chiqib ketayotganligini ko'rgan. Piyodami? Otliq Qaysi taraf ketdi? mushtarab ketdi. Edepsizlik bo'lsa-mu, sizga salom bergim keldi. Bu atrofda men tanımaydigan odam yo'qda qilib edi. Lekin sizni ko'rmabdi ekanman. Mening ismim Tobias. Mushu atrofdagi ibdivo qo'riqining egisi. G'uncha bo'yingiz qaraganda poytaxtdan bu yerga yo'l istikaga o'xshaysiz. Siz qaysi qo'riqdan? Qaysi qo'riq egisining xon qiz bo'lasiz? Bilishimga ruxsatmi? Carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca.